Siz mana shu narsani oling, menga rahmat aytasiz. Bu ko'proq kraskachilarga biz boshqacha kraska ham ishlatamiz. Ko'proq Namangan kraska ishlatamiz. Mana ochib qo'ydim, qaranglar sifatini buni. Sifati chotki. O'zi buni zari bor, отдельно. Tayinlayganda qo'shib beradi zarini. Biz buni yana qo'shimcha sotib oldik. $30, $40 bo'ladi bu. O'zi aytmaydi. Sizlar отдельно sotib olaman desalar ham o'zi qilib beradi. Mana shu 6-7 ta bochkaga yetadi mana shu narsa. Bir qoshiq, 1,5 qoshiq sovorasiz bitta bochkaga. Zato qani, mana shu 16,5 millionlik darvoza. Qana bo'lib chiqadi, zarli bo'lib. Oshxon mahal bo'lgani uchun uncha ko'rinmayapti. Bitta odamga manfaatli bo'lsa ham yetadi. Endi ko'pchilik biladimi, bilmaydimi, bilmayman. Siz gapni qisqasi Namangandan kraska olasiz yo battan olasizmi? O'zi sifati yaxshi, tan olamiz. Zo'r ham emas, yomon ham emas. Mashinani sepamiz. Siz mashinasidan qo'shimcha sotib oling. $30 ga bersa kerak mashinchasini. Bir qoshiq, 2 qoshiq solasiz, zato zo'r bo'lib chiqadi.